Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, qadrdonlar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari va mana bunday egizcha ona bola ishqibozlari. Obunachilar, bugun biz Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida Akmalxon do'stimiz ilk dona ilk partiya o'ta zo'rlardan bor, egizagidan bor degan ekanlar. Shu yerga syomka qilgani keldik. Akmalxon, yaxshimisiz? Mazangiz yaxshimi? Assalomu alaykum obunachilar. Hammalaringga bugungi kun muborakli bo'lsin. Obunachilar, bugungi videomizga 3 partiya qo'y chiqadi. 2 dona egizak, 1 dona so'g'ri zo'ridan zotga boqadiganini. Yaxshisidan. Hozir ham birinchi partiya qo'yimizni ko'rsatavering. Birinchi partiya uzunliklari ham 1 dona. Faqat 1 dona chiqaramiz. Faqat zo'rlaridan. Zo'rlaridan. Mana bolarsiz qanaqa bo'lardi, Akmalxonjon? Biri qo'chqor, biri sovliq. Biri qo'chqor, biri sovliq. Ha. Qaysi biri qo'chqor, qaysi biri sovliq? Mana bu qo'chqor ekan. Bunisi qo'chqor, bunisi sovliq. Ha, mana bu sovliq. Arkadaşlar, bunisi qo'chqor, bunisi sovliq. Onasi ham o'ta katta narsa. Onasini ham suyagi uzun, iliklari baquvvat, mana ketboshlari ham o'ta go'zal variantdan ekan. Qo'yimiz uzun ekan, suyagi katta ekan. Qo'y keyin chas. Yuzlari ham Qo'llari butun. Yuzlari ham o'ta zo'r. Akmalxon aka, bular kelganiga qancha bo'ldi? Ya'ni 2 kun bo'ldi. 2 kun bo'ldimi kelganiga? Yebishlar sinovdan o'tdi. Yebishlar sinovdan o'tdi. Garantiyalari bor, 1 haftagacha. Sinov olib ko'radi. Garantiyasi 1 haftagacha bor ekan. Hop, metr bor-a, bo'ylarini o'lchab beraylik biz. Metr aka. Boshlar butun. Obunachilar, mana yerdan ko'rsating. mana 80 plus ekanmi? 80 plus 80 plusga o'xshaveradi. 80 plusga o'xshaveradi. 83-84 shunaqa chiqdi. Ekan 80 plusga olasizlar. Hozir qo'yimiz tortilib turganiga qandaydir namassa bo'lib turibdi. Yaxshi Uzunligi ham olib qo'yib ko'ring mana. Uzunligi ham qanaqa? Realni bo'lsin. Bo'yinmi? Ko'rsating. Bu yog'i ham 80 plus. 83 ga 84 shunaqa qo'y. Uzunligi 86 87 chiqib qolar ekan. Ha. 86 87 chiqib 80 qolar plusga ekan. olishaveradi. Ikkala tomon. Mana shuni ham ko'rsatib qo'ying. Ham yo'q, realni bo'lsin. Tish qani? Mana tishi endi 2 tishdan 4 tishga chiqaribdi. Yonidagi ikkinchi bolalari. Yondagi ikkinchi bolalari egizakchi ekan-da. Go'zal bergan, ha shunday. O'ta zo'ridan. Tavsiya etamiz. Xo'p, bularda narxlari-chi, narxlari qanaqa Akmalxon aka? Narxlari dollardan emas, so'mdagi bizda har doimgidek narxlarni arzon qilib 8 million 500 mingga chiqarib beramiz. Yengil qilib. Qoldi bering. Necha pul dedingiz? 8 million 500 mingga dastlab qilamiz. 8 million 500 mingga ancha ko'payib ketadi. Yengillab berasiz, telefon qilganga xayrini qilib berasiz. Vallahi xayrini ham qilib beramiz yengil. Ozgina. 8 million so'mga O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi. Yo'q, bundan kamayib ketadi-yu. Kamayib ketmaydi. Biz bo'lsa biz obunachilarga bo'lsin 8 millionga O'zbekiston bo'ylab 100 ming so'm o'tib beraman, 100 ming so'm, 50 ming so'm sizning qo'lingizda rol o'ynamaydi. 200 ming o'tib beraman borani. Ey, 8 million 300 mingga. 8 million so'mga O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi. Meni gapimni bo'lsangiz, ey Akmalxon aka. Gapni bo'lmang. Qo'ydi ko'rib aq bildim o'zi qanchaligini. Unda kamayib ketadi, ancha kamayib ketadi. Kamayib ketmaydi, qo'ldi bering. 8 million so'mga O'zbekiston bo'ylab, u yoqqa kelishilgan holda O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi. Anchagina unda jo'rib ketadi menga Qodirxon. Odamni qiynamang, gapiring. 83 ga ketdi. 83 emas, 300 ming tekis bo'lsin obunachilarga. Videoni qisqa qilaylik, mana qo'yam pattir-chutur qilyapti, jonivor, o'ta chat. Bo'pti, sizniki ham emas, meniki ham emas. 8 million 100 ming so'mga O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi. Ey Akmalxon aka, 8 million 8 million 100 ming so'mga O'zbekiston bo'ylab, 8 million 100 ming so'mga baraka. Obunachilar, aloqaga chiqaramiz, shoshilamiz. Bundan keyingi partiyaga ham bormi? Ekizagidan bor yana. Yana ekizagidan bor. Shoshilamiz, ketdik biz ikkinchi partiyaga. Obunachilar, ikkinchi partiyamizga egizidan yana ekizidan
Yana bitta Yana egizlar. so'raganlarga yanasidan. Yana bitta mana. Toza kashtandan so'raganlar uchun. Mana shularni toza sim O'zi uchun tullaydi o'ta bu. go'zal Mana bo'lgan. bollarni ham ko'rsating. Qarang. Bollarni O'ta qarang. go'zaldan ekan. Bollar ham mana kitoshini ham qarang, ikki Havasga bolasini. boraman deganlarga Qodirxon bular. Qarang, ha jonivor. Yuzini qarang. Onasini qara, onasini bir xil. Onasini ko'rsating. Onasining yuzini qarang. O'tda noyobidan faqat kashtandan boqaman deganlarga. Akmalxon aka buni yoshi qanaqa? Yoshmi, buni ham ko'rsatamiz. Realni-ya? Yangi bo'lsin. Gap yo'q. 3-bollari. 4dan 6taga chiqaribdi-ya. Chiqardi, ha. Buni ham bo'yini ham. 4dan 6taga chiqaribdi. Zullilar ham turdi, uylar ham baquvvat, yaxshi narsa ekan obunachlar. Mana qarang. Ko'rsatingchi buni ham bo'yini. Realni bo'lsin, hamma narsasi mana. Mana yerdan ha, mana obunachlar. Yerdan shosh. 76 ekan, 75 plusda. 75. Shunga Uzunligi uzunligi mana. Bo'ydan mana ko'rsating. mana obunachlar. Uzunligi 80. Uzunligi ham 80 ekan. Uzunligi 80. Gap yo'q. Shoshilamiz, aloqaga chiqamiz obunachilar. O'ta zo'r variantdan ekan. Mana obunachilar, bolalari ham, ikkosi ham. Qashtilar ham o't yeb qolgan ekan-a, bolalari ham. Yoniga ancha kirib qolgan ekan. Bolalari ham qo'shqor soldi buni. O'ta go'zalidan ekan. Bolalari, qaro. Bolalari qo'chqor sovliqmi? Bolalari ham, buniki ham qo'shqor soldi. Lekin narigindan katta. Mana obunachilar. Bunisi qo'chqor, bunisi sovliq variantdan ekan. Bolalari ham ancha katta bo'lib qolgan ekan. Shunday. O'ta zo'r ekan. Mana inasini ham qarang. Go'davoshlari ham hamma yoqlari kelishgan. Akmalxon aka, bularni hammasi narxida. Narxi ham arzon. Necha pul? Ishlarni ko'rib turibsiz mana. Mana yeb ichishlar ham bunga ham kafolat berasiz. Ha, u garantiyasi bor. Garantiya berasiz. O'ylanmasdan. Narxini gapiring. Qo'lni bering. Ko'rdingiz qo'ydi. Narigindan bo'yi sal kichikroq xolos. Lekin Shunaqa. bollari katta. Shunaqa. Bu ham shunaqa ketaveradi. Ey, Bu ham shunaqa ketaveradi. O'ylanmasdan. nagli gapirasiz. Yana bundan qanday nagli gapirish kerak? Nagli gapiring Akmalxon aka. Bundan avval qanday nagli gapirish kerak, Qodirxon? 7 million so'mga dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab. Qo'ydi o'zim yemlaveraman anaqa narx bo'lsa, Qodirxon. Ey, Qo'y o'zim uyimda turaveradi. kanal yangi, ko'p chiqarmaslik kerak. Mana Qancha o't berasiz? Qancha o't berasiz? 100 ming o'tib beraman. 100 ming, 200 ming bilan ish bitmaydi. 100 ming o'tib beraman. O'zi obunachilar dangal qiladi, oladi. 8 million. Qo'ydi chiqar deyshadi, shunday uylarga. O'sha qo'yingizda 100 ming kam xolasmi? Qo'yingizni qarang, u qo'ydan ancha kichkina. Qo'zlari qarang, qayda kichkina Qo'zlari ozgina dadilroq xolos. Ishini ko'ryapsizmi qo'zlaringiz? Yo'q, endi Akmalxon aka, yengillatasiz. Boshqa talab so'rang siz. Adam 7 million 200 ming so'm, 200 ming ustiga qo'shdim bersangiz agar mobodo. Gapiring, 7 million 200 ming so'm qo'shdim. Mana 200 ming so'm qo'shdim. Dangal qo'shasiz u narxga. Keng bering, keng. Bo'pti, ey, tortishganimizdan foyda yo'q. Video cho'zilib ketyapti. Obunachilar oxirigacha ko'rmay qoldi. 100 ming emas. Bo'pti, yana 200 ming o'tdim. 200 mingda qancha bo'ladi? 7 million 800 ming. 7 million 800 ming. Bor aka shuna. 7 million 300 ming. Ey, Siz qo'shaverasiz, vashfas so'radingiz. men 7 million 300 mingga ko'ngil ko'taradi obunachilar tarafidan olgan holda. Kanal yangi. 700 ming so'mga xursand bo'ldim. 7 million 700 ming so'm, 7 million 300 ming so'm. Ey, tushung. Yana Stop. qancha tushay? Tepadasiz. Ikkinchi qavatga chiqib oldingiz zinadan siz. Siz yerto'laga tushib ketsiz-da. Gapiring. Bo'ldi, men gapirdim. Siz qo'shing, beraman. Shunday turishda ish bitmaydi. Qo'shing beraman. Bo'ladiganini aytaman. Dangal. 7 million 400 ming so'mga. Qodirxon
Bo'ldi, bergingiz kelib turibdi, ey. 7 million 400 ming so'mga. 7 million 600 ga ketdi mana. Ey, 7 million 400 ming so'mga. Endi bo'lmaydi. 7 million 400 ming so'mga dastlabkasi vodiy bo'ylab. 7,5 ga. 7,5 ga dastlabkasi qaygacha? O'zbekiston bo'ylab. Babaraga baragasini bersa, obnachilar 7 million 500 ming so'mga ketdi mana. Bolalari ham ancha hashaka kirib qolgan ekan. Bolalari ham. Turish qarang, bolalari ham toza kashtanda. Haqiqatdan onasi bilan baqlagan jun tulayapti ekanda. Shoshilamiz. Aloqaga chiqamiz. Tamam. Telefon nomerlarini ekranda qoldiramiz, a? Bundan keyin yana bittasi bor, video tugamaydi. Bundan keyin faqat zotga boqadigan savdoligimiz bor. Zotga bor. Bitta keldi o'zi. Gap Mana yo'q. o'tamiz. Ketdik mana 3-partiyamizga. Mana obunachilar 3-partiyamizga qo'ydim o'ta go'zalidan. Qarang. Quloqlar. Qo'yvaring quloqini. Ana obunachilar turishini qarang. Yuzlari ham oq yuz o'ta go'zalidan. Mana bu yog'ini ham bir ko'rsatingsiz. Bu yog'i o'ting. Bu nima deyapti endi? Mashalloh. Ey, hoji akalar, boqsalaring mo'nda qasdan boqinglar, mo'n qarang. Qani bitta realni bo'lsin. Gap yo'q. Qulog'i nechi? Kalsodan. Qo'lingizdan. O'nlariga qo'lingizdan. Mana ko'raylik, ana. Obunachilar. Gap yo'q. Mana 18. Mana qulog'ining uchi 18 chiqyapti mana. 18. Mana 18. Jundi ko'rsating, 17 ga ham olarasizlar. Qarang. O'zi to'laydi, bor-ku. O'ta go'zalidan ekan. Qo'zi bu. Endi barrajuni to'kdi bu. Fonni to'kdi. Uzunligi. Hamma yo'qni realni qilamiz-a biz. Realni. Mana. Juda bo'lsin. Mana. Uzunligi mana obunachilar. Uzunligi 87, 86. Telefonni mana bunday ekan. Mana. 83. 80 plus. 80 pilsga olishar 80 ekan. plus olishadi. Endi mana bu yoq. Bo'ylarichi? Yo'q, abating, bu yog'iga. Qodirxon, mana. Yerdan ko'rsating, yerdan. Yerdan mana. 75 plus. 75 plus. Bu ham 75 plus. Gap yo'q. Obunachilar aloqaga chiqamiz. Xo'p. Buni narxi necha pul deyapsiz akolxonaga? So'mda qo'yasizmi, dollardami? Qodirxon to'g'risini aytadigan bo'lsam, bu dollarda ekan. Dollarda ekan. Dollarda ekan o'zimizga. O'zimiz olib kelganmiz-da, buni boyab turib qo'yamiz emas. Dollarda ekan, buni ham dollarda qilib, yo'lida qilib beramiz. Ha, bo'ldi. Ya so'mda aytaylikmi? So'mda aytavering Akmalxon aka, O'zbekistonda turibmiz. Bo'ldi. Xo'p, Akmalxon aka, lekin bu so'mda aytamiz. yo'tal-bo'tallariga garantiyasi bor. Hamma narsasiga garantiya. Joniga garantiya yo'q, sog'lig'iga, yeb-ichishiga, hop, oyoq og'riydi. Deyishadi-yu, unaqa narsa yo'q qo'ydi. G'ovg'a mana bu yerga baylab qo'yganim sababi qo'y bor-ku, o'tachas. Odamni ko'rsa shunaqa tez ketadigan bor-ku, uchib olar ekan. O'ta tez ketadigan qo'yamiz. Hop, buni narxini necha pul qo'yasiz? Narxini Akmalxonaga narxini necha pul qilib berasiz? Narxini var, suv tekin qilamiz. Suv tekin. Boshida aytdim, so'mda aytaman dedimi? So'mda aytaman dedingiz. Dollarda degan bo'lsam so'mda aytaman. Gap yo'q, mana ko'rishlarni ham qarang. Oldi bering. Kedimba. Mana videoni qisqa qilaylar. Oldi bering-da. Videoni qisqa qilib so'ramidan qilaytaymi? So'ramidan qilib. 5,5 ga ketdi-da. O'zbekiston bo'ylab. Akmalxon aka 5,5 ga ko'proq qilib ketadi. Yo'q, savdolashmadan qilaytdim. 6 million emas. O'zi buni 600 dollar qo'ymoqchi. Hop, Samarqandgacha dastlabkasi. O'zbekiston bo'ylab deyapman-ku. Bo'ldi, gap yo'q. Babaraga barakasini bersin. Shu kanalga obuna bo'lib, like bosib tursa bo'ldi. Qodirxon uzdaman desa, xayrni ham qilaman. Tamam obunachilar. Aloqaga chiqamiz. Qo'ylarimiz xudo xolosa zo'r. Bu oxirgi partiya Akmalxon aka. So'nggisiga. Chiqaryapmiz buni. So'nggisiga ham ko'rgan odam bor-ku. Baraka topadi. gap yo'q. So'nggisiga ham o'ta so'nggisidan ekan, o'ta go'zaldan ekan. Like bosib qo'yishadi, tirsinlar. Gap yo'q. Gap yo'q. Aloqaga chiqarasiz. Bugunga shular. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizga yangilar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Bizni kuzatganlaring uchun, ozgina vaqtlaringni ajratganlaring uchun hammalaringga rahmat aytib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.